Birinchisi xalqaro Namangan avto festivaliga xush kelibsiz. Hurmatli Prezidentimizning tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan xalqaro avto festivaliga xush kelibsizlar. UzAvto Motors tomonidan qo'yilgan mashinalar qaysi biri ko'proq yoqdi sizga? Ako'loq Malibu boshqachalar. Aysa xohlasa Malibu bo'lishni niyati bor. Inshaalloh. Bu mashinani qaysi jihatdan sizga ko'proq yoqadi? Turishi, tashqi taraflama ham, endi tur taraflama ham o'lishga stoyt qiladi. Narxi, o'zi ko'rinishi, ishlari, yurishi. Qulaylik tomon. Ha, endi qulayliklar ko'p. Jem. Yaxshi-ku. Festival faqat O'zbekiston miqyosida bo'ladi deb o'ylagan edim. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham mehmonlar kelibdi. Bu xalqaro festival nomiga aylanganiga bizlar tashkilotchilar uchun juda ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarni ko'z o'ngida g'oliblarni taqdirlaymiz. Faqatgina 3 million so'm pul mukofoti va esdalik sovg'a bilan taqdirlanasiz. Ana endi dvigatel qismlarini ta'mirlash yo'nalishi bo'yicha chempionlar 5 million so'm pul mukofoti va esdalik sovg'alari muborak bo'lsin. Yo'nalishi bo'yicha chempionimiz Tashakkur izhor etamiz.